Voy, juda ham yomon bo'libdi-da. Kelib mana shu yerga ham portlaydimi? Buni qaranglar bolalar. Mana bu voy, sam buni qaranglar bolalar. Hamma yer portlab ketgan va mana qishloqlarning barchasi mana shu yerni o'rab olib kuzatib o'tirishibdi. Nimaga bunday bo'lgan, nimaga bunday bo'lmagan, nimaga aynan bu yerga qulagan va mana uyimni yo'q qilib tashagan. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Meni ismim Simon va meni yangi video roligimga va men yangi kanalimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar obunachilar mendan so'rasanglar bolalar menda hammasi chotki va mana bu yerda juda ham g'alati g'or bor ekan. Juda qiziq. Bu g'or ichida temirlar bor va yana har xil narsalar bor ekan. Bilmadim. Lekin ichkariga kirishga qiziqdim, lekin undan oldin bolalar sizlar bilan yaxshilab salomlashib bollay va tanishib bollaylik. Bolalar, men Simon va meni familiyam va yoshim qiziq emas bilaman bolalar sizlarga. Короче, bolalar, men shu qishloqda turaman. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda qanaqadir portlash yuz berdi va bizni yana ogohlantirishyapti. Ya'ni shunaqa portlashlar bo'lishi mumkin. Mana shunday yerga deyapti. Ya'ni bu yerlarga portlash bo'lmaydi va mana shu yerlarga bo'ladi. Bilmadim, balkim xato ketib bu yerlarga ham portlash bo'lib ketishi mumkin va men shunga qarab men o'zimga mana shunday joy qurib oldim. O'zim uchun nima desam bo'ladi? Uyim uchun o'zimga uy, короче. O'zim uchun uy. Uyimga o'zim bo'lmaydi-yu, o'tda. Va bedrocklar ham olganman bolalar. Buni hozir biz qurib chiqishimiz kerak. Bolalar bilasizlar, agar bitta hatto bedrock nima desam bo'ladi, buzib bo'lmaydi. Shu sababdan admindan nima desam bo'ladi? Kreativ bo'lishga to'g'ri keladi. Bitta xato qilib qo'ysam, shu sababdan ehtiyot bo'lib ishlash kerak. Mana bu kelka nima uchun deydiganlar bo'lsa, bolalar bu kelka bloklarni buzish uchun. Okey. Hop, mana shunday qilaman. Nima desam bo'ladi? Mana bu qo'yaman. Qo'yaman. Yaxshi bo'ldi. Mana shunday qilib qurib chiqaman va keyin videoni yoqaman. Ungacha bolalar sizlar ozgina sabr qilib turinglar. Lekin bolalar nima deb o'ylaysizlar? Mana shunday qilib qurganim yaxshimikan bolalar? Chunki bedrock har qanday portlashlarni qaytaradi bolalar, bilsanglar bo'lmaydigan bloklardan biri bu. Xo'p, yetmay ham qolyapti bolalar. Juda qiziq. Bular yetarmikan qolgani menga? Bilmadim, ikkilanyapman. Yaxshi, mayli. Nima bo'lganda ham bolalar tezroq qurib bo'laman. Bolalar obunachilar tezroq 100 ta obunachi bo'laylik bolalar. Вообще nimalar deyishni hozir bilmayapman, chunki hozir men yangi youtuberman. Sizlardan nima so'rashni bilmayman bolalar, shu sababdan bolalar obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin bolalar. Bo'lmasa hozir mana shunday qilib qurib bo'lganimdan keyin video rolikni yoqaman. Bolalar, qizlar. Yaxshi. Mana bolalar, men o'zi qurib bo'ldim. O'zimni xavfsiz uyimni, lekin bolalar mana bu qishloqlarni qurmasdan o'tirishibdi. Buni qaranglar, qishloqlarga. Barchasi mana shu yerga qarab o'tirishibdi. Buni qaranglar, mana bu yerga ham portlashga ulguribdi. Qanday qilib eshitmasligim mumkin, ha? Simon, bu qiliqlaringni yig'ishtir. Bo'ldi, ozginagina uyingni portlatib yuboribdi. Men hech nimadan qo'rqqanim yo'q. Shunchaki buni qarang. Agarda bu yerga nima desam bo'ladi, turaversanglar portlab ketadi. Buni qarang. Boyagina bu yerlar portlamagandi. Simon, qo'rqma, o'zingni ishingni qil bo'lmasa. Ha, mayli, qarang, lekin o'zizga men bir ikkita narsalarim bor edi, shuni olishim kerak. Qani meni narsalarim borlar? Hoppa. Voy, aytgancha mana bu yerda bedrocklar ortib qolganda, shuni olishinglar mumkin. Menga baribir boshqa kerak emas. Agarda shunchalik hayotdan to'ygan bo'lsanglar, kerak emas. Sizlar qayerda ekan, ha? Mayli, yopilaversin. Qayerda meni? Mayli, tutib turinglar, qo'shnimdan so'rashim kerak. Qo'shnim qayerda ekan? Yo'q, bu emas qo'shnim, bu ham emas. Oh my god, haylo qo'shnim, shunchalik uzoqdam ekan, ha? Hop, sizlar bir ikkita bloklar olaman. Chiqishim uchun kerak bo'ladi. Okey, yaxshi bo'lgan endi. Mana shulardan chiqaman. Bolalar. Qo'shni. Mayli, eshitmayapti, hozir chiqamiz. Bolalar, yaxshimisizlar? O'zlaringiz, lekin buni qaranglar, shunchalik portlaganini. Mayli. Qo'shni. Qo'shni. Simon, nima deysan? O'zing eshitilmayapti. Hoppa. Hozir eshitiladi. Hozir. Qo'shni, yaxshimisan? Nima desam bo'ladi? Bitta kelkangni olib tursam bo'ladimi?
Nima qilasan? Uyimni ostida nima desam bo'ladi, uyimdan bir ikkita bloklanmoqchi edim. O'zingni kelgay bordi-ku, qani? Yo'qotib qo'ydim, qayerga qo'yganim esimda yo'q. Mayli. Aha, senga juda ham katta rahmat. Yaxshi bo'ldi. Okay, bolalar, men qaranglar, shunchalik ham chuqur bo'ladimi? Ya bolalar. Voy, mana bu bedrockmi? Bitta. Bolalar. Ko'rmasam bo'lmaydi. Bedrock. Qiziq. To'xtanglar. Qayerda ko'rsak bo'ladi? Ehtiyot bo'lish kerak. Sal qolib bola qo'rqib ketdim. Uzr so'rayman bolalar. Hoppa, bedrock. Bolalar, bedrock ko'rinyapti. Shunchalik bedrockgacha portlagan bo'lsa juda yomon. Voy, bolalar, oltin ko'ryapman, lekin oltin olish mumkinmi, mumkin emasmi bilmadim. Mayli, nima bo'lganda ham hozir men o'zimni narsalarimni olishim kerak va bu yerdan o'zimni xavfsiz uyimga o'tishim kerak. Uyim xavfsiz emas. Jenorson, qani buni kirkasi? Kirka ham yo'q. Mayli, qo'lim bilan buzishga to'g'ri keladi. Deylar, mana bunday qilganim yaxshi. Mayli, mer bilsa bilsin, baribir bu safardan yangi anavi bo'lsa. Okay, mana buni tezroq buzgan yaxshiroq. Hoppa, pullarim borganim yaxshi bo'ldi. Mayli, men ketdim. Simon, sana sekretli narsa ham bormi? Sirli nima edi? Sandig'im bor edi, o'shani oldim. Mayli, men ketdim. Mayli. Qara lekin, baribir bu uyning foydasi yo'q. Portlamaydi boshqa. Xo'p, o'zingiz bilasiz, menga umuman farqi yo'q. Xo'p, mayli bolalar, nima bo'lganda ham o'zimni bir ikkita shaxsiy narsalarimni olib oldim. Mayli, nima qilar ekan ular o'ziga havola, lekin bolalar, men hozir uyda o'tirmasam bo'lmaydi bolalar, lekin shunchalik portlamani uyimgacha portlataversa, bilmadim bolalar. Mayli, yerda bedrock qilmaganim yomon bo'libdi-da. Xo'p, mayli. O'zlari bilishadi. Voy. Nima bo'lyapti? Aman. Yaxshi. Bo'lmasa, mana shu yerda kaskani kiyib olganim yaxshi. Okay, mayli. Endi mana bu yerga pullarimni qo'yib qo'ysam, ajoyib bo'lardi. Olma kerak bo'lishi mumkin. Sandiqni mana shu yerga qo'yib qo'yay, kerak bo'lishi mumkin. Mayli. Xo'p, yaxshi. Lekin bolalar, men hozir video kamerani o'chirganimdan keyin juda ham katta portlash bo'ldi. Xo'p, hozir sizlarga ko'rsataman. Balkim portlash tugadimi, tugamadimi bilmadim-u. Lekin portlash bo'limi yer qimirladimi, hozir farqiga bormayapman desam, mana bu yerda kim qilgan? Voy. Bolalar, meni nonlarim. Shu aytdim, shu pastda ham bedrockga ham anon qilaydidan, pastda ham bedrock qilaydidan, prosta vaqt yetmay qolgandi. Bolalar, shunchalik portlab ketdim, bolalar, вообще aytdim mana shu yergacha keladi deb. Buni qaranglar, yaxshi ham ustini yopib mana bunday qilib bolalar, mana bu yerlarni ham buzib yuboribdi. Voy, hozir qanday qilib chiqib ko'rsak ekan? Mana shu yerdan chiqib ko'raveraman. Voy, bolalar, bu yo'rincha portlamabdi-yu. Menimcha bu yerga sachragan, qiziq. Voy, mana bu qishloqdan, umuman 13-qishloqdan hech qanaqa anavi qolmagan, asar qolmagan mer qani ekan? Barcha qishloqlar qani? Hammasi yo'q bo'lib ketdimi? Mana bu qonmi? Tushunmadim. Voy. Hop, qonmi? Mermi? Yo'q. Mer sizga nima bo'ldi? Mer. Oh my god, mer sizni boshingizga nima qildi? Mana buni buzish kerak. Mer, to'xtab turing, hozir ozgina sabr qilib turing. Voy, nafas olyapsizmi? Mer, sizni boshingiz qayerda? To'xtang, mer, siz ko'tarib olaman. Hozir mana shu yerlarga qo'yadi sizni. Hoppa, mer. Nima bo'ldi sizga, mer? Simon, seni gapiga quloq solmabman. Juda ham yomon portlash bo'ldi. Juda ham ko'p qishloqlarni yo'qotdik. Voy, mer, mayli chiqsa yo'q. Hammasi o'tib ketadi. Qishloqlar qani ekan? Haqiqatan shunchalik yo'q bo'lib ketishdimi? Mer, lekin uzr so'rayman. Voy, sal qoldi. Mana bu yerga tushib ketardim. Juda ham qattiq uzr so'rayman. Nimaga uzr so'rayapsan, Simon? Shunchaki men sizni gapingizga kirib, qishloqlar bilan yo'q bo'lib ketishim kerak edi. Nima, ahmoq qilyapsanmi? Yo'q, ahmoq qilganim yo'q, shunchaki juda ham yomon g'oya edi bu. Nima, sani g'oyangmi? Albatta, meni g'oyam.
sizlar bilan birga yo'q bo'lganim yaxshi edi. Baribir ham kim ham menga qarardi. Nima demoqchisan bu bilan? Mana hech kim ham yo'q. Yo'qotadigan hech kim ham qolmadi. Yaqin qo'shnim bordi, u ham yo'q bo'ldi. Bilmadim, balki bular tirikmi yo'qmi? Bu portlashni kim qildi bilmadim-ku, lekin men shunday bo'yin sinishi bilan omon qolganimga hayronman. Ha, men ham hayronman. Siz o'lib qoldingizmi deb o'ylagandim. Tushunursiz, bu yerda nima bor? Ha, mayli qo'yaver, muz yotma qo'lingni ortib. Bilmadim, mer bizning qishloqda nimadir bor. Parda chiqdi mana bu yerdan. Juda g'alati. Ha, mayli chiqsa yo'q Sayman. Maslahatim bu qishloqdan ket, shaharga ozgina tur. Hali adminni kim buni portlashni amalga oshirganida aniqlab olish kerak. Mayli, lekin mer o'zingizga qarang. To'xtang, bo'lmasa men sizni bu yerga tashlab keta olmayman. Telefoningiz ham yo'q, to'g'rimi? Ha, mer uyingiz juda ham qattiq portlagan. Uyingiz yo'q. Qo'yib yuboraver Sayman. Yo, to'xtang. Telefon topib qolamiz hozir. Siz ungacha mana shu yerga o'tirib turing. Ya'ni yotib turing, bir gap bo'lar, xo'pmi? Mayli Sayman. Bolalar juda ham yomon bo'lyapti, uni qaranglar. Sayman, senga katta rahmat menga yordam berganing uchun. Mayli, hech qisi yo'q. Bolalar. Bu yerga kim bunday portlash qildi bilmadim-ku. Lekin bolalar mana bu yerda juda ham katta portlash bo'ldi. Qaranglar. Bu yerda qorong'iligini. Bu yerga nima desam bo'ladi? Oltin bor ekan, oltinni olib yashab ketsam bo'ladi. Yo'q. Вообще yonib ketdim-ku. Voy, ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu yerda kerak. Oh my god. Bolalar. Mana bu oltinlarni olishim kerak, bu nima qilib, lekin menda kerka yo'q. Yo'q. Yaxshi. Chiqishim kerak. Asta. Yo'q. Sal qoldi bolalar. Ehtiyot bo'lishim kerak. Bularda nimalar bor, nimalar yo'q, bilib bo'lmaydi. Ehtiyot bo'lishim kerak. Oh my god, yonyapti mana bu. Oh my god. Afsusdaman. Voy, nimalar bo'lyapti? Bolalar, nima? Qol. Yonyapti mana bu. Oh my god, yonyapsan ukam. Oh my god. Kechir meni. Men majbur edim. Mana mana bir. Oh my god, bolalar. Oh my god, ketishim kerak bu yerdan. Bu yerda nimadirlar bor ekan. Ishlab o'tib ketishim kerak. Yo'qol. Yordam, bola, tiqilib qoldim. Yo'q. Oh my god. Mana bu yerdan yonib o'tarmikan? Bilmayman nima bo'lsa ham. Okey, nima bo'lganda ham. Deb yaxshi. Hop, mayli bola, bugun sizlar bilan yana. Yo'q, Simon. Sizlar bilan yana Simon bo'ldim. Nimalar bo'lyapti menga? Oltinlar topdim. Ana shularni olaman. Mayli bola, bugun sizlar bilan yana Simon bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr bo'lasiz. Sog', salomat bo'linglar.